Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bormisiz, omonmisiz? 2025-yilning 27-dekabr sanasida siz bilan diydor ko'rishib turganimdan bag'oyat xursandman. Endi O'rta Osiyolik migrantlar Rossiyaga umuman kerak bo'lmasligi mumkin. Nega deganda, rus tilini biladigan, sudlashadigan, suddan qoniqmasa apellyatsiyaga beradigan, ishni tanlab qiladigan, haqqini tanib qolgan migrantlar endi Rossiyaga kerak emas. Endi Rossiyaga Shimoliy Koreyadan va Hindistondan keladigan migrantlarga muhabbat qo'ygan Putin janobi oliylarini maqsadlari haqida bir talay fikrlar, mavzular haqida Telegram kanalimizda yoritib boryapmiz va migratsiyaga oid xabarlarning hammasini Telegram kanalimizga joylab boryapmiz. Shu o'rinda bir yangilikni aytib o'tishim kerak. Endi VPN uchun 30 ming rubl jarima yoki deport bo'lishingiz mumkin. Bu haqda bizga ishonchli manbalar allaqachon aloqaga chiqishgan va birinchi yoki 10-dir, balki 100-dir allaqachon bir vatandoshimiz telefonida VPN borligi uchun 30 ming rubl jarima to'laganligi haqida bizga ma'lumot berdi. Unga taklif bildirishgan, yo 30 ming rubl jarima to'laysan, yo bo'lmasam deport bo'lasan deb. 30 ming rubl jarimani to'lab Rossiyada ishlab qolishga qaror qilgan. Xullas kalom, endi telefoningizda VPN ni ishlatmaslikni yoki saqlamaslikni maslahat beraman. Umuman olganda Rossiya 2026-yil 1-yanvardan boshlab WhatsApp, Telegram, YouTube tarmoqlarini umuman bloklash niyatidaligini biz hammamiz juda yaxshi bilamiz. Buni aytmasam ham siz ham bilasiz degan umiddaman. Yana sizga bir eslatib qo'ymoqdaman xolos. Rossiya hukumati endi migrantlarning topadigan puliga ham xo'jayinlik qilmoqchi. Yangi odamlar partiyasi Senatga bildirgan yangi taklifiga ko'ra, endi migrantlar qancha oylik olsa, faqatgina shuncha maoshni kartalarda saqlashlari yoki vatanlarga yuborishlari haqli bo'lsin degan taklif bilan yangi odamlar partiyasi Senatga murojaat bilan chiqishdi. Bu yashirin iqtisodiyotni oldini olishda, qolaversa noqonuniy daromadlarni aniqlashda, qolaversa migrantlarni o'z ishlaridan boshqa ishga chalg'imaslikka sabab bo'ladi deb oqlashgan. Endi bu ularning gapi bilan aytganda, agar siz atiga 150 ming rubl ishlaydigan bo'lsangiz va faqatgina shu miqdordagi pulni kartangizda saqlashingiz yoki bo'lmasa O'zbekistonga yuborishingiz mumkin bo'ladi va undan ortig'iga esa daromad deklaratsiyasi so'raladi. O'zi shundoq ham Rossiyada platinum kartalari cheksiz hisoblangan va afsuslar bo'lsinki, daromadingizdan ortiq mablag'lar aylanmasi limitdan oshib ketadigan bo'lsa, bank shundoq ham kartalarni bloklab sizdan daromad deklaratsiyasi talab qiladi. Xullas kalom, Rossiya bu usulni yana ham mukammallashtirib, yana ham chigallashtirmoqchi. Endi siz ish joyingizda turdovoy dogovor orqali qancha oylik olsangiz va shu oylikka yarasha kartangizda mablag' aylanadi yoki uni O'zbekistonga jo'natishingiz mumkin bo'ladi. Lekin bu hali tasdiqlanmagan taklifligicha 15-yanvar sanasigacha turibdi. 15-yanvarda esa ushbu taklif ovozga qo'yilishi haqida bizda ma'lumotlar Telegram kanalimizda bor. Xo'p, yana bir ma'lumotni sizga o'qib eshittiraman. Rossiya 2026-yilda kamida 40 ming nafar mehnat migrantlarini Hindistondan jalb qilmoqchi. Xo'p, endi bu ma'lumotni sizga to'liq o'qib bersam. So'nggi yillarda Rossiyada ish beruvchilar hindistonlik mutaxassislarga bo'lgan qiziqishini sezilarli darajada oshgan. Agar 2022-yilda Hindiston fuqarolariga taxminan 8 mingga yaqin ishlash ruxsatnomasi berilgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 14 mingtaga yetgan. 2024-yilda esa 36 mingtagacha yetgan. Joriy yilda Rossiyada vizali davlatlardan ishchilar jalb qilish uchun qariyb 235 ming nafarlik kvota ajratgan. Shundan 72 mingtasi Hindiston fuqarolariga to'g'ri keladi. Va shu yilning o'zida, ya'ni yanvar oyigacha bo'lgan yana 18 mingtagacha migrantlar Hindistondan kelishi va yanvar oyining birinchisidayoq 40 mingta migrant Hindistondan kelishligi haqida ma'lumotlar bizda mavjud. Ma'lumot uchun, o'zbekistonlik migrantlarning jo'natgan mablag'lari 2025-yilning yanvar-oktyabr oylari yakunida
15,8 milliard dollardan oshgan. Bu degani salkam 16 milliard dollardan oshgan. 2024-yilda esa O'zbekistonga kelib tushgan pul o'tkazmalari umumiy hajmi 14 milliard 14,8 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. Salkam 15 milliard dollarni tashkil etadi. Shundan 77%, ya'ni taxminan 11 milliard 500 million dollar Rossiya hisobiga to'g'ri keladi. Ya'ni bu degani o'zbek migrantlari 2024-yilda O'zbekistonga 11,5 milliard, ya'ni 11,5 milliard dollar pul jo'natgan degani. Hozirgi kunda O'zbekiston qarzini 7dan 1. Hozirgi kunda O'zbekistonning olgan qarzlaridan 7dan 1ga to'g'ri keladi bu summa. Juda katta summa hisoblanadi. Xullas kalom, yana bir ma'lumot: migrantlarga xizmat ko'rsatishda qoidabuzarlik qilgan xodimlar jazolanadi. O'z vazifasini bajarmagan yoki munosib bajarmagan pasportni vizaviy servis, ya'ni migratsiya markazi xizmati xodimlari endi jarimaga tortilishlari mumkin. Jarima 3000 rubldan 5000 rublgachaligi aytilmoqda, azizlarim. Xo'p, biz bir makonda, bir vaqtda turli davlatlarda yashayapmiz. Deylik, oylik bilan oylikni, sharoit bilan sharoitni yoki bo'lmasam rivojlanish bilan rivojlanishni solishtirgimiz kelaveradi. Negaki o'sha rivojlanish, o'sha oylik, o'sha daromad, o'sha narx-navo o'zimizda ham bo'lishini xohlaymiz. To'g'rimi? Agar dvornikka mana 1000 dollar, o'rtacha 1000 dollar topyapti dvorniklar Rossiyada. Agar O'zbekistonda ham shu narx to'layotgan bo'lganda, O'zbekistonda ham o'sha oziq-ovqatning narxi bo'lganida, hech kim ish izlab Rossiyaga bormagan bo'lardi. Bizni o'sha yerga borib ishlashimizga sababchi bo'layotganlar mana shu hukumatni o'zida bo'ylayman men. Men Rossiyada turib olib vichi qilayotganim yo'q. O'zbekistondaman hozir, Farg'onadaman, Furqat tumanidaman, o'zimni uyimdaman. Fikrlarimni ochiq-oydin aytishga haqqim bor. Agar O'zbekiston hukumatı Rossiyadagidek oylikni bizga to'lasa, Rossiyadagidek ishni bizga topib bersa, hech kim ovoraga sarson bo'lib Rossiyaga ishlagani bormaydi. Bu yerda ota-onasi farzandlari mehrga zor bo'lmaydi. O'zbekiston hukumatı ishda qoyillatib qo'ymagani uchun fuqarolarimiz Rossiyaga ishlashga majbur. To'g'ri, ko'pchilik aytishi mumkin, Rossiyadan boshqa davlatlar qurib qolganmi deb. Rossiyadan boshqa davlatlarga ishlagani til kerak, viza kerak, xarajat qilish kerak. Rossiyaga esa hech qanday xarajat shart emas. Aviabilet olasiz, borasiz, ish beruvchingiz sizga zakolat beradi. O'sha zakotdan hujjatlaringizni taxlab olishingiz mumkin. Bergan zakotini oyliklaringizdan olib qolaveradi. Qolaversa, Zolotoy Koronaday bank bor. Borasiz, kreditni olasiz, hujjat tayyorlaysiz. Xullas shunaqa gaplar. Bitta she'r o'qib beray. So'nggi vaqtlarda mana oxirgi 3 yilda Rossiya hukumati tomonidan migrantlarimizga juda qattiq bosimlar bo'ldi. Biz o'zbeklar yaxshi niyat qilamiz, yaxshi niyat bilan yo'lga chiqamiz, yaxshi niyat bilan ishga boramiz, uy qilamiz deymiz, mashina olamiz deymiz, to'y qilamiz deymiz. Bularning hammasi yaxshi niyat. Bularning ichida yomon niyat yo'q. Chunki uy solish, farzandlarga uy solish, ota-onaga uy solib berish, farzandlarga mashina olib berish yo ota-onamizga mashina olib berish. Kim to'y qilsa to'yga borib oshna yeyamiz, to'y qilib qarzni uzish degandek gaplar bor. Xullas kalom, she'rni qaysi to'g'ri, qayeri noto'g'ri, bu qanday tushunish sizga havola. Xullas kalom, bizni Telegram kanallarimizda kuzatib boring. Aviabiletlardan ham kuzatib borishingiz mumkin va bizga homiylik qilish yodingizdan chiqmasin. Sizni qilayotgan homiyligingiz bizni izlanishimizga, yangi dasturlar qilishimizga, sifatliroq dasturlar qilishimizga sababchi bo'ladi. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Demak, siz uchun bitta she'r o'qib beraman yangisidan.
O'tmishda ham do'st bo'lmagan cho'chqaxo'rlar, urushga yem qilish uchun to'qir to'rlar, qancha sodda halok bo'ldi, qancha g'urlar. O'zbeklarga uy-joy, moshin, to'ylar kerak, Rossiyaga qullar kerak, qo'ylar kerak. Kim o'zarga uy quramiz, uy parastmiz, kim o'zarga to'y qilamiz, to'y parastmiz. Istaklar ko'p, orzu parast, o'y parastmiz. O'zbeklarga uy-joy, moshin, to'ylar kerak, Rossiyaga qullar kerak, qo'ylar kerak. Qay bir soha qolmadi, qay bir soha qamalmadi pora bilan. Ovunamiz ketish degan chora bilan. Oqlar qolib, oqlar g'olib, bizlar esa qora bilan. O'zbeklarga uy-joy, moshin, to'ylar kerak, Rossiyaga qullar kerak, qo'ylar kerak. O'zi bilan qishg'amni yeb chiqamiz, yozi bilan qishg'amni yeb chiqamiz. Do'konlardan qishdan qarz bo'lib chiqamiz, ko'rmaganni ko'zlariga cho'p tiqamiz. O'zbeklarga uy-joy, moshin, to'ylar kerak, Rossiyaga qullar kerak, qo'ylar kerak. Amaldorlar xalqni talab uy quradi, zavodlarni buzib davlat uy quradi. Kambag'allar ketaman deb o'y suradi. Kambag'alga uy-joy, moshin, to'ylar kerak, Rossiyaga qullar kerak, qo'ylar kerak. Zagran pasport kerak dedim bir bahona, 5 baravar qimmat sotdi elchixona. Hammasining qarashlari ayyorona. O'zbeklarga uy-joy, moshin, to'ylar kerak, Rossiyaga qullar kerak, qo'ylar kerak. Davlatimiz qarzlar olib tilla sotar, nega biz zo'r yashamaymiz insa qotar. Gapirganlar tosh turmada zaxda yotar. O'zbeklarga uy-joy, moshin, to'ylar kerak, Rossiyaga qullar kerak, qo'ylar kerak. Yoshlik o'tdi, men o'qishni qotirmadim, ketmon chopib biror nima orttirmadim. Yetim o'sdim, yetimlikni yoqtirmadim. O'zbeklarga uy-joy, moshin, to'ylar kerak, Rossiyaga qullar kerak, qo'ylar kerak. Kim ham yurtdan ketar bo'lsa imkonchalar, kim ham yurtdan ketar bo'lsa imkonchalar. Kambag'alga qarz bermaydi do'konchalar. Changga to'ldi bu musaffo osmonchalar. O'zbeklarga uy-joy, moshin, to'ylar kerak, Rossiyaga qullar kerak, qo'ylar kerak. Mardikorga ish qolmaydi qishda bekor, ketadi u Rossiyaga kuraydi qor. Amaldorda na vijdon bor, na nomus or. O'zbeklarga uy-joy, moshin, to'ylar kerak, Rossiyaga qullar kerak, qo'ylar kerak. Rossiyaga qullar kerak, qo'ylar kerak. Xullas kalom shunaqa gaplar azizlarim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshi kunda yorug' yuzda ko'rishguncha va ertaga yangi she'rlar bilan ko'rishguncha salomat bo'ling. Temur qushlar aviakassasi, umuman migratsiyaga oid bo'lgan yangi xabarlar, tasdiqlangan xabarlar, yangi qonunlarning hammasi bilan Telegram kanalida o'rtoqlashamiz, YouTube kanalida o'rtoqlashamiz. Homiylik qilish yodingizdan chiqmasin. Salomat bo'ling.